Şu qatada sizmi bu naqshiga resmi yangi tus verdingiz deb qarayman. Bir piyola choy, bir piyola choy, menalaga boy. Qadrli do'stlar, men Muxtar Bug'ra. Abdulmurayli Xalq Husni doktorxonasi alayda qo'llagan bir piyola choy suhbatimizga Şinjan Sana Şöyenninki dаңlıq o'qituvchisi Ayşegül Muhammadni taklif qildim. Bu hemşirem, qarindishim bilan birdam bir naqsh ustida paranglashmoqchiman. Shunga bu Ayşegül siz o'tganda bizning Yipek Gul Sadosi programmasida Atish xalq naqshilarining biri bo'lgan Sahar Peyzi degan naqshini nati katta urullab berdingiz. Bu naqshni bugun biz mas'ullarga tomoshabinlarga sunmoqchi. Endi mandaq shilpaytgan vaqtida biz umumiy nuqtadan Uyg'ur xalq naqshisi deymiz. Endi Atish naqshilarini bizningki burun Tunsayim To'xti deymiz, Abdukerim Zeydin deymiz, Nurgul Eli deymiz, Ez Atish deymiz. Mushunda peshvolar nati aqdodiga yetkazib urullab kelgan. Şu qatada sizmi bu naqshiga resmi yangi tus verdingiz deb qarayman. Bu naqshini aytishdiki bir sababingizni anglab bakmoqchiman. Bu naqshini aytishda hech qanday sabab yo'q. Nurgul Eli, Atish bulbuli deymiz o, men bek amroq, bek yaxshi ko'raman Nurgul Elining ovozini. Nurgul Eli shu Abdukerim Zeydin ustozning chappagan dutturg'i bir aytibdi. Oningda loyingday shakllik bir ovozli qilibga ikkilisini o'rgandim. O'rganib, qarsam bu naqshini men aytib ketgidekman. Unda qarsam qobiliyatim yetdi ekan. To'xta. Nemish qilamiz? Har bir jutning naqshini o'zi aytdi deb unda o'tlasak bo'lmaydi ekan. Cho'qim bu naqshini men bir aytib baqay. Atish xalq naqshiga uzundan buyon mush qo'l urishni o'ylasammi, ayminib, tatinib, mush Atish xalq rozi bo'lish kerak. Eng avval shu xalq naqshi xalq rozi bo'lish kerak. O'zi ijod qilgan bo'lgan ekan. Lekin mushu sahar payziga faqat men mushu naqshni umidimni uzamadim. Yomon yaxshi ko'rdim. Shuning bilan mush qitim Yipek yo'liga mushu naqshini onun ustiga soz chalg'u bilan naqshini gavlantirishni maqsad qildim. Aytdim, endi keyin sizmi bor shu naq maydonda ma'lumlarmi shunda hayron qoldi. Eng muhimi so'radim, Atish xalq rozimidi deb keyin Jalil ma'lumga xat yozdim. Bek xonim bek bilan o'qiblar. Bu naqsha sizga resmi arzida ishtiyoq bag'ildingiz. Undan keyin agar bir shayga insonning ishtiyoqi, muhabbati bo'lmasa, uni oldira qabul qilgan bo'lmaydi-ku. Siz bu naqshiga resmi cho'kdingiz. İcra qilgandan keyin hammamiz yoqtirdik. Naq maydondami yoqtirdik. Undan keyin biz taqatgandan keyinmi bu intayin yiqishliq naqsh bo'ldi-da. Demak, siz yoqtirganligingiz uchun boshqalar avam yoqtirdi deb qaraymiz. Abdulmurayli Xalq Husni doktorxonasi har bir kishininki sog'lom, tong sahardek, sahar payzdek o'tishini istaydi. Bizmi Abdulmurayli Xalq Husni doktorxonasiga chin yuragimizdan rahmatimizni bildiramiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Arzimaydi. Arzimaydi. Seherde sayrıgan benemde sayrımaz oldu ya. Manemde ezelden kargan yarlar manemde karbaz oldu ya. Manemde
yılandek talgınadır ben. Yılandek talgınadır ben. Muradım yeter mende. Nigarga yalvaradır ben. Yarımga yalvaradır ben. Bak oylanda bakacağım ben, sarayga salgan zılçağım ben, sarayga salgan zılçağım ben. Kaçan bölersen kadrimni, umma, umma. Çekenge kıskan gunçağım ben, aydımda gördüm ben seni. Kaçan bölersen kadrimni, umma, umma. Çekenge kıskan gunçağım ben, aydımda gördüm ben seni. Bağım badiyemedin mi? Anarım yiyemedin mi? Anarım yiyemedin mi? Şertimiz piyasın Allah, umma, umma. Çişleşip yemedin mi? Aydın'da gördüm ben seni. Şertimiz piyasın Allah, umma, umma. Çişleşip yemedin mi? Aydın'da gördüm ben seni. Rahmet. Hoş geldiniz Ayşe. Hoş bulduk. Hürmetlik şu septe otagan azizler ve şu septaşlar. Ben bugün bir şeyge sizlerni bakken dep, yaxshi ko'rgan akşamni misledik azizlarga aytib olay deb keldim. Oy merhaba. Hoş bulduk. Yod etkinizge köp rahmet. Birli ovoz bilan Ayşegul Muallimning ovozi güp Hammamiz yuraklarimiz titrab ketdi ya. Ayşegul Muallim bizdan ahvol so'rab ketdi deb bilib oldik. Ba'zi jabiyonlarda anglab qoldik-ku, bu Mayer o'xshaydi deb o'rilib qolgandan keyin qarasak ba'zilar jabiyon. Ammo ma ovozni anglabla Ayşegul Muallim ekan bizdan ahvol so'rab ketdi deb bilib oldik. Shundoq sizlardan bir ahvol so'rab va sizlar bilan bir septe hamdam bo'lay deb shundoq chiroyli sahnalarda o'zim yaxshi ko'rgan naqshlarni bir yaxshi ko'rgan odamlarimga aytib olay, yaxshi ko'rgan sabdoshlarimga aytib olay, mush o't kuyayotganlarga aytib olay deb bir şeyga kelib qoldim. Rahmat. Sizni mush sahnada ko'rsak bak xo'sh bo'ldik ekanmiz. Hamda biz o'qituvchi bo'ldik deb butun vaqtimiz o'qituvchilar, o'sha o'quvchilarni parlatish uchun, o'quvchilarni güllendirish, chiroyli ko'rsatish, yo'rtish uchun biz o'zimizni ko'ydirib, o'zimiz shu Ganchindan keynida Chinfanga solinib ashaq yashaydi ekanmiz. Lekin amaliyotda biz bu sahnaga shunda chiroyli yarashir ekanmiz, shunda chiroyli yarashdingiz dedi. Burun endi shunda kichik vaqtlarimizda naqshlarimizni shunday anglaydik sahnalarda, ham maktablarda anglayapmiz. Lekin o Chinfangda anglagan bilan men cho'ng bir sahnada anglash bu boshqacha bir huzur ekan. Men shuncha hayajonlanib ketdim, hozir bek huzurlanib ketdim. Mushtaq bir sahnalardan bir nim qilgan bo'lsangiz, yana davomli naqsh e'lon aytib bizga yana mushtaq bir ma'naviy ozuqlarni berib, bizga bir yana ulgu bo'lib mangan bo'lsangiz jinimada. Faqat biz shu naqsh aytmada yashayapmiz. Fitrab tug'dak yerda bo'lsa aytaverman naqshini. Hatta bugun sahnada ko'rdim. Mana Abdulla
Abdurrahim bilen biz uzun müddetlik muş toyga To'g'ri, naqsh to'g'ri, etkichilardan başlap keyin mana o'zimizniki mushu nemiz saharimizda hozirgacha izchillik bo'lg'achqa o'rin egallab turyapmiz. Endi lekin bizniki san'at saharimizga singdirgan o'zimizga mablag' silishimiz yana haqqasonligiga yetmaydi Abdulla. Mana o'qigan haqqasonlarga yetmaydi. Biz endi o'quvchi tarbiyalaymiz deb endi bugun o'zimizning o'quvchilarimizdan qatnashinglar deb deyish bilan birga menmu aqsabda ham o'quvchilarga madad bo'lg'ach va mushu haqqasonlarga mushu o'zimning yaxshi ko'rgan naqshlarim aytib bilish bilan birga mushu kuch-quvvat, o'zaro madad bilan men bir şey keldim. Onun üstüne bu İpek Yolu sadası hemmimizin sadası. Şuna bu İpek Yolu programını 6. kararıgacha sağ salamet yetkizip ekileligen ve aldığın septe ve ak septe işlevatkan bütün aparatçı hatta rejissor haqqas o'tlagan ustozlarga men oliy ehtirom va sizlarga hurmat bildiraman. Rahmat, sizga ham hurmat. Endi bugun bu yerda Komilni ko'rish men uchun buyuk sharaf. Chunki Komil menda 5 yil o'qigan. Mana o'quvchilar bizdimi yaxshi aytibsa, bizdimi ustun yerlarda tursa, men uchun buyuk sharaf. Shunga mush qitim Komilni chiqdi deganda baxo'sh bo'ldim, o'zim dedim. Buningdimi yuqori yerlarda bo'ling fikam. Atrofingizda sizdimi mushnaqlik munavvar adamlarımız var. Hemmisinin vücududan o'xshamagan bir alaylıkni o'rganib biz o'zimizni shunaq mukammal bo'lgan gap. Necha soatlar o'tirish, yaxshi bolalarni tanlayman deb zihnlarni bir yerda o'tirishning o'zimi cho'ng emgak. Chunki oldin qarorni men o'tirib baqqan, qandaqsaq yaxshi bolalarga uvalib ketmaydi deb, endi mishani shalinib ketganlarga ko'ngilni yasab, misha bir ikki xil vaziyat bilan o'ltirimiz. Sizlarniki halinglarni men tushunib turibman. Mishada eng büyük Müşaq araziyatkan sizlar. Çünkü sizlar orqali müşahidagi bolalarning taqdiri hal bo'ldi. Ba'zi bolalar sizlarning bir o'rlishinglar bilan kelgusi hal bo'lib ketadi. Buyuk shaxs bo'lishi mumkin. Ularning esidan menga chiqmaysizlar. Chunki men hayotimni o'zgartgan palonchi muallim deb eslaydi ekan. Shunga bu yerdagi o'rninglar bekmi sharaflik. Men bir ko'ngil sizdan deyapsam chiqarga. Xo'sh. 5 yil yanıngiz turib, hozir men hamda cho'ng natijani yaratolmagan bo'lsammi, sizning keyningizga ulashib siz o'rtaga o'rindiqda o'tiribsiz deb sen ko'rib nayt hayajonlandim ustoz. Salomat bilan davomli keynimiz turib bizning yana shunday madadlaringizga biz muhtoj. Teqim ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Siz bo'lgach biz xotirjam. Rahmat, rahmat. Sizga bundan yuqori o'rin, bundan yuqori ustunliklar bo'lsin. Rahmat. Bu shunday esil san'atkorlarning orasida bo'lishingizning o'zimi siz uchun buyuk sharaf. Shunga har qachon atrofingizda san'atkorlar bilan hurmatlashib, yaxshi o'tishingizni teqim umid qilaman. Salomat bo'linglar, yaxshi turinglar. Sizlarni ko'nglimdan nihoyat qo'shaman. Rahmat Ayşegül. Yana bizni yo'qlab turing. Yo'qlayman. Biz buni do'stlar mayli xizmat jarayonida bo'layli, mayli dam olishlarda bo'layli, ish qilib ko'rishamizakmi? Shaxsan men Ayşegül bilan davomli telefonlashib turman. Ancha-muncha ahvol so'rab turdi meningdimmi? Yana desam, yana shu gap seg'inimiz. Bir fursatli bo'lsa, yana qo'lni sunib, bundishamiz. Sizni sahnalarda davomli ruhli holatlaringizni ko'rishni xohlayman. Bo'ldi, rahmat. Rahmat.